Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Men bu videoda german tilida o'zimizni qanday tunishtiramiz, shaxsiy uchurlarimizni so'ragan savollarga qanday shaklda javob beramiz, shularni o'rgatib o'taman. Bu bir xotira bo'lsin deb bu rasmni qo'ydim. Ya'ni bu korona mezgilida bek teshib chiqamadik. Ko'pincha vaqtlarda uyda bo'ldik, chunki bu yuqumliq bo'lganlik uchun. Hammanglarning bu korona virus mezgilida sog' salomat bo'lishinglarni tilayman. Әмсе başlaylı. İsim familiyamizni so'rgan vaqtda qanday savollar so'rildi, qanday javoblarni beramiz deganda Wie heißen Sie? Sizning ismingiz nima? Ya'ni Sie S cho'ng yozilgan vaqtida sizlar o'zlari bo'ldi. Shunga Wie heißen Sie degani, ya'ni sizning ismingiz nima? Wie heißt du? Sening isming nima? Isming nima ya'ni? Ich heiße Amina. Mein Name ist Amina Uyghur. Mening ismim Amina yoki ism familiyam Amina Uyghur deb tarjima qilsanglar bo'ldi. Mein Nachname yoki Familienname ist Uyghur. Familiyam Nachname, Familienname degan familiyani ko'rsatadi. Forname bo'lsa ism bo'ldi, ya'ni o'zimizning ismini ko'rsatadi. Ayshamgul, Amina, Aygul, Maryam degan o'xshash ismni ko'rsatadi. Nachname bilan Familienname degan ya'ni familiya. Herkunft degan manba, yıldız degan ma'nosi bor. Bu ya'ni qayerdan kelganligini so'raydi, davlatini, qaysi rayonlik ekanligini ya'ni. Woher kommen Sie? Siz qayerdan keldingiz? Ya'ni siz qayerlik? Woher kommst du? Sen qayerlik? Ich komme aus der Türkei. Men Turkiyadan keldim. Ich komme aus Deutschland. Men Germaniyadan keldim yoki men germaniyalik. Ich komme aus Köln. Men Kölndan keldim. Ya'ni qayerdan kelganligini deganda. Adresse und Telefon. Wo wohnen Sie? Siz qayerda o'tirsiz? Uyingiz nerede? Wo wohnst du? Sen nerede o'tirsan? Qayerda o'tirsan? Uying nerede? Ich wohne in der Türkei. In Istanbul yoki. Ben Türkiye'de durman yoki İstanbul'da durman yoki İstanbul'da o'tirman. Uyim İstanbul'da deb tarjima qilsanglar bo'ldi. Aus welcher Stadt kommen Sie? Siz qaysi yerdan keldingiz? Aus welchem Land kommen Sie? Qaysi davlatdan keldingiz? Ich bin aus Istanbul. Men İstanbul'dan keldim. Yoki men İstanbulluq. Ich lebe in der Türkei. Men Turkiyada yashayman. Und du? Sizchu? Men bu shaxsiy uchurim qilgan bo'lg'achqa o'zimning uchurlarini berib atiguin chataq chiqmasin deb shunga turkcha men Turkiyadan keldim deganday misollarni bekrak berdim. Ham bu xil misollar dars tayyorlash jarayonida jiq uchraydigan bo'lgankin. Adresse und telefon, ya'ni adres bilan telefonni so'rgan vaqt, masalan bank kartasi bijagil bordinglar yoki ma'lum bir rasmiy o'ringa ish bijagil borgan vaqtinglarda buni telefon nomerlarini, adreslarni so'raydi emasmi? Shu javob lozim endi. Meine Adresse ist Müllerstraße 3. Yani benim adresim bo'lsa Müller ko'chasi 3-numar. Bu Germaniyada Straße bek muhim. Qaysi Straßeda ko'chada o'tirganliklarini cho'qim bilib olishinglar kerak. Binalar zaten yozig'liq bo'ldi yo'llarda. Mein Hausnummer ist 5. Mening uy numerim 5. Die Postleitzahl ist 72112. Yani post numerim ma'u deb sanab bersanglar bo'ldi. Mein Telefonnummer ist, yani telefon numaralarini yozib bersanglar bo'ldi. 6 degan yosh degan gap, endi qancha yosh kirganligini so'rashni qaraylik. Wie alt bist du? Sen qancha yosh kirding? Ich bin 18 Jahre alt. Men 18 yosh. Men bir Y harfi chiqib qopti. Ich bin am 15. Juli in Istanbul geboren. Men 7-15 İstanbul tug'ilgan, ya'ni 15 Juli. Juli degan 7-ay. Yani tug'ilgan kunni deyish, bularni keyingi bir videoda ishlayman qayta. U yoqqa misollar bo'ldi. Familienstand und Kinder, ya'ni aile, to'y qilgan yoki bo'ydoqlik ahvoli, bolalar degan o'xshash, ya'ni bu temalarda boshqa sizlardan bolang bormi yoki sen bo'ydoqmi deb so'rgan savollarni qanday bo'ldi shuni qaraylik. Ich habe 2 Kinder. Mening 2 bolam bor. Ich bin Einzelkind. Men yolg'iz bola, Einzelkind degan yolg'iz degan gap, ya'ni. Ich habe einen Bruder. Mening bir akam bor. Ich habe 3 Brüder und eine Schwester. Mening 3 akam va bir singlim bor. Ich habe keine Geschwister. Yani mening qarindishim yo'q demakchi, ya. Ich bin ledig. Ledig degan bo'ydoq degan gap. Verheiratet, to'y qilgan. Geschieden degan ajrashgan degan gap, ya'ni. Bu qanday shaklda bo'lsanglar, bo'ydoq bo'lsanglar, ledig desanglar bo'ldi. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder, mesela. Ich habe keine Kinder. Mening bolam yo'q. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Mening bir qizim va bir o'g'lim bor. Ich habe 2 Töchter und 2 Söhne. Mening 2 qizim va 2 o'g'lim bor. Yani ko'plik shakli.
Sprachen, yani başkalar bilan tanışgan vaqtida yoki dialog qurgan vaqtida qaysi tilni so'zlayolsa yoki ma'lum bir ish bajarib bo'lganda german tilini o'qimaysizlar, ammo ingliz tilida gap qilsanglar qarshi taraf tushunmadi, balkim sen bundan boshqa yana qaysi tillarni so'zlaysan deb savollar so'rab qolish mumkin. Masalan, ich spreche nur meine Muttersprache. Men faqat ona tilimni so'zlay olaman. Ich spreche nur meine Muttersprache. Men faqat ana tilimni so'zlay olaman. Meine Muttersprache ist Uygurisch. Mening ana tilim Uyg'urcha. Ich spreche 5 Sprachen. Men 5 xil til bilaman yoki 5 xil tilni so'zlay olaman. Ich lerne Deutsch. Men german tilini o'rganyapman. Studium degan ma'rif maktab deganga o'xshash tarjima qilsalar bo'ldi. Ich bin Student. Men o'quvchi. Bu o'g'il o'quvchi bo'lsa student bo'ldi, qiz bola bo'lsa studentin. Masalan, men ich bin Studentin deyishim kerak. Ich studiere Germanistik. Ya'ni men german tili kasbida o'qiyman. Kapida deb yozilib qolibdi, bir s harfi chiqib qolibdi, to'liq aytinglar. Ich studiere Germanistik. Ya'ni men german tili kasbida o'qiyman. Ich bin Mathematik Student yoki Studentin. Men matematik kasbining o'quvchisi. Qiz bola bo'lsa Studentin deymiz. In qo'shimiz kelgan, unutib qolmanglar. Bu ba'zi imlo xatoliklar uchun afv so'rayman veya meningki talaffuzimdagi xatoliklar uchun afv so'rayman. Chunki men 2 bolam bor, kichik bolalarim 4 yosh, 1,5 yosh. Sho'ng bu kichik bolalar bilan bolalarim uxlagan chog'da mushta darslarni tayyorlab qila olaman. Sho'ng to'g'ri tushunishinglarni arzu qilaman. Endi Ausbildung degan kasbiy o'rganish degan gap. Ich mache eine Ausbildung. Ya'ni men bir kasb o'rganyapman. Hunar o'rganyapman, kasb o'rganyapman degan o'xshash. Ya'ni amaliyotchilik kuchli bo'lgan kasblarni o'rganganda Ausbildung öğrendim de desanglar buldu. Mesela ich bin eine Auszubildende als Krankenschwester. Krankenschwester diyen sestra deyen gap. Yani ben sestral kasbini öğreniyordum. Arbeit yani hizmet, iş yani. Ich habe eine Arbeit. Benim bir hizmetim var. Ich arbeite seit einem Jahr. Men 1 yıldan beri işləyirəm. Ich arbeite in einem Hotel als Sekretärin. Men bir mehmanxonada katib bo'lib ishlayman. Arbeitlos. Arbeit degan xizmat degan gap demdi. Arbeitlos degan ishsiz degan gap. Ya'ni xizmat yo'q degan gap. Ich arbeite nicht. Men ishlamayman. Nicht degan insonlar bo'lishsiz jumla shakli qilganda keine bilan nichtni ishlatadiq. Ich arbeite gerade nicht. Men hozir ishlamayman. Ishlamayapman ya'ni. Ich arbeite nicht seit 3 Jahren. Men 3 yıldan beri işlemeyapman. Ich habe keine Arbeit. Ya da Arbeit isim yani iş hizmet degan gap. Mening xizmatim yo'q, mening ishim yo'q. Ich bin arbeitslos. Men ishsiz. Bu suhbat yani arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Mening xizmatim yo'q, men ishsiz. Ich bin schon 5 Jahren arbeitslos. Men 5 yildan yoq ishsiz. 5 yildan buyon ishim yo'q demakchi. Hobbies yani qiziqish. Ich habe viele Hobbys. Mening bekcha qiziqishim bor. Ich habe keine Hobbys. Mening qiziqishim yo'q. Ich habe leider keine Zeit für Hobbys. Yani mening qiziqishim uchun vaqtim yo'q. Yani men bek aldirash demakchi. Mein Hobby ist singen. Mening qiziqishim naqsh aytish. Meine Hobby sind lesen, singen und tanzen. Mening qiziqishlarim bo'lsa, yani ko'plik men zin ko'rganinglardek. Mening qiziqishlarim bo'lsa, kitob o'qish, naqsh aytish va usta o'ynash. In meiner Freizeit singe ich gern. Men bo'sh vaqtlarimda naqsh aytishni yaxshi ko'raman. Mana bu boshqalar bilan tunji tanishganda yoki o'zimizga munosabatli shaxsiy uchurlarni boshqalar so'ragan vaqtida javob berishda ishlatadigan so'zlar, jumlalar. Bu videoni sizlarning tilga o'rganishinglarga foydali bo'lishini orzu qilaman. Endi keyingi videolarda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.